Tahririyatimizga fuqarolar tomonidan turli masalalar bo'yicha murojaatlar bo'lib turadi. Bu galgi murojaat boshqalardan biroz farq qilib, u joylarda topilayotgan turli noyob madaniy topilmalar to'g'risida edi. Unda Nurobod tumani madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish bo'limi bosh jamoatchi inspektori Ilhomjon Botirov Zirabuloq tog' tizmalari yonbag'rida topilgan yodgorliklarni asrash va muhofaza qilish zarurligini aytib, bu mavzuni Samarqand telekanali orqali yoritishda amaliy yordam berishimizni so'ragan. Haqiqatdan ham tumanning Zirabuloq tog' tizmalari etagida joylashgan Jarquduq mahallasi hududida arxeologik izlanishlar natijasida Qo'chqorli ota qishlog'i milodiy 5-6 asrlarda mikrovoha tipida Qo'chqortepa tepaligi o'rnida shakllanganligiga guvoh bo'ldik. Qishloqdagi Qo'chqorli ota ziyoratgohi O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi Samarqand viloyati Madaniy meros boshqarmasi tomonidan davlat muhofazasiga olingan. Mazkur ziyoratgohning yuqori qismida chashma bor. Uning suvi shifobaxsh bo'lib, aniqlanishicha chashma suvi foydali elementlarga boy ekan. Ziyoratgohning yuqori qismidagi ohak tosh qatlamlarining million yillar mobaynida suvda erishi natijasida tabiiy g'or hosil bo'lgan. G'orning yo'nalishi pastga qarab yotiqsimon bo'lib, uzunligi 13 metr atrofida. Bundan tashqari qishloqda 18-asrga mansub masjid xarobalari ham saqlanib qolgan. Ilmiy dalillar shuni ko'rsatmoqdaki, ushbu ziyoratgoh islom dini kirib kelishidan ancha oldin, ya'ni Zardushtiylik davriga oid. Qo'chqorli ziyoratgohi mana 5-6 asrda paydo bo'lgan. Buni kuchli fazilati nima? Qo'chqorli ziyoratgohi. Eng kuchli fazilati bu. Farzand talab ko'p keladi. Suvda shunchalik organizmga kerakli 16 xil madaniy tuzlar bor mana. Ana endi g'ori bor tepada. G'ordan kim o'tsaki yengil bo'ladi. G'ordan uzunligi 12 metr. Ana shu 12 ichi muzday bo'lib qolgan. Kirish og'iz domaloq tandirda og'ziday. Lekin 100 kilolik, 150 kilolik odam ham mana shu o'tib ketadi. Ana g'ordan o'tganda ko'rsa, odamlar g'ubor tushib bir yengil bo'lib chiqadi. Suvi shunchalik madaniy tuzlarga boyki, suvdan ichgan odamda organizm shunchalik rohatlanadi. Qorin to'q bo'lsa, shunda ichsa odam birdaniga yarim soatda och qoladi. O'zbekistonimiz 14 ta viloyatidan ham keladi ziyoratchilar. Bir xillar keladi, 10-15 kilodan yotib ham ketishi mumkin. Shart-sharoit mana qilingan. Qo'ldan kelgancha qo'yib, Samarqand madaniy meroslarga qaraymiz, agentlikka. Endi qo'ldan kelgancha biz o'zimiz shu yerga tushgan mablag'dan xoliqidir o'zim qo'limdan kelgancha mana shu qilyapman. Endi nasib bo'lsa ekoturizm rivojlantirish uchun masalan meniki. Qayerdan mablag' berib yordam qilsa, shuni so'rayman men. Moddiy tarafdan yordam qilsa masalan, yo'limiz mana katta trassadan 11 kilometr. Ana shu yo'limiz qilib bersa, mana shu yerda keluvchi sayyohlar oqimi ko'payadi. Yana mana kelgan shu yerga sharoitlarimiz bundan ham zo'r qilishga yordam qilsa deyman. Changali qishlog'idan 1,6 kilometr shimoliy sharqda Changali metall uylari yoxud Kesiktosh qalayi madan koni mavjud. Kon dengiz sathidan qariyb 850 metr balandlikda joylashgan. Kondan ilk bor miloddan avvalgi 2000 yillikda, ya'ni bronza davrining o'rtalarida qalayi madani qazib olingan degan taxminlar mavjud. Hozir biz turgan hududlar Zirabuloq tog' tizmasining shimoliy yonbag'irlaridagi qismi hisoblanadi. Aynan bizlarning turgan hududda, ya'ni bu hudud xalq tilida Changali metall imoratlari deb bu ilmiy terminlarda ketyapti. Bu arxeologik qazishmalarda bu termin ishlatiladi. Lekin xalqimizning mahalliy tilida bu Kesiktosh deb ataladi. Ya'ni bu tabiiy jarayon tufayli vujudga kelmagan, insonlar tomonidan shu holatga keltirilgan. Ya'ni sal orqaroqqa chekinib aytadigan bo'lsak, bu yer haqida Mo'min rahmatli aytardi, Xitoy malikasi kelib bu yerdan oltin olgan deb aytardi. Yoshligimizda shunaqa gaplar yurardi, endi tarixga qiziqqanimiz uchun. Lekin keyinchalik mana shu Samarqand davlat universitetida o'qib, ustozlar bilan hamkorlikda mana shu ham fikr bo'lgandan keyin ayniqsa mana shu Samarqand arxeologiya institutining professori Amriddin Berdimurodov hamda uning shogirdlari bilan birgalikda ishlay boshlaganimizdan keyin
bu hududning naqadar muhim ekanligini bilib, to'g'risi o'zim ta'sirlanib ketdim. Chunki mana shu hududda 1972-74 yillarda arxeolog olima Nuna Avanesova ilmiy ishlar olib borgan, ya'ni ilmiy tadqiqotlar olib borgan va bu tadqiqotlarning natijasi o'laroq mana shu hududdagi o'sha Derevne Zerevshan degan asarini yaratgan. Va ilmiy asoslarga tayanib bu hudud haqida batafsil va to'liq ma'lumot bergan. Ya'ni bu yerda aytilyaptiki, miloddan avvalgi 2000 yillikda o'zi bu yerda konchilik rivojlana boshladi. Ya'ni bu yerdan o'sha qalayni kavlab olish jarayonlari boshlangan. Va deyilyaptiki, bu yerdagi o'sha qalayni kavlab olish jarayoni asrlar mobaynida o'rtada bir to'xtab, yana davom etib ketavergan. Va bu to o'sha milodning o'rtalariga qadar ham, hattoki o'sha 7-8 asrlar, ya'ni arablar bosqiniga qadar ham deyarli davom etgan ekanda. Buning dalili o'laroq Changalli qishlog'ining orqa qismida G'ildiroq degan o'sha qadimiy qabriston bor. Mana shu qabristonlar o'sha botin joylar hisoblanadi. Bu hududlarda o'sha 1998-yilda germaniyalik olimlar kelib o'rganilgan, ya'ni bu ekspeditsiyada ustozimiz Samarada Mustafaqulov ham bo'lgan va o'rganganda aytilyaptiki, bu yerdagi qabriston antik davrga tegishli deyapti. Ya'ni antik davrda bu yerda insonlar dafn etilganligi haqida, bular bevosita mana shu Changalli metal imoratlari, ya'ni bu yerdagi madan konlari bilan bevosita bog'liq. Qazishma ishlarini olib borgan va mana shu yerdagi qalay konlaridan olingan madanlarning xomashyo haqida ham bir ma'lumot beramizda. Qarang, mana bu to'q, ya'ni bu o'sha tayyor mahsulot, tayyor bo'lib qoldi. Bular hali xom, mana xom. Ya'ni bu yerdagi o'sha metal imoratlarida qolgan, bularda bugungi kunda fan tilida shlaklar deyiladi, qo'limizda shlaklar turibdi. Bu shlaklar o'sha kuyish natijasida shu darajaga kelgan. Ya'ni Nuna Avanesova aytayaptiki, bu yerdagi konlar deyapti, vertikalni ketyapti dedi. Ya'ni tik emas, yon tarafga qarab ketgan konlar deyiladi va bu yerda o'sha inson suyaklari ham hattoki topilgan. Bu narsa o'sha Moskvaga borib tadqiq qilinganda Habash millatiga mansub deyilyapti. Hattoki bu yerda o'sha bir koloniya sifatida olib kelib bu yerda ishlatilib, mana shu yerdagi qalay konlardan kavlab olingan o'sha metallar deyapti, deyarli to'liq o'sha metal darajasiga olib kelinib, bu Misrga eksport bo'lgan va shu bilan birgalikda Mohenjo-Daro, ya'ni Hindistonga qadar ketgan deyapti. Ya'ni biz biladigan o'sha qadimiy Misr davlat hududida ham qalay konlari yo'q, to'g'ri, mis bor. Qalayni o'sha Markaziy Osiyo hududidan olib borib, bu birgalikda ishlatish natijasida o'sha bronza hosil qilingan. Bronza bilamizki, bu davrda nihoyatda qimmatbaho o'sha metal bo'lgan. Chunki bronzani hosil qilish uchun albatta bu yerda qalayni qo'shadi, qo'rg'oshin bo'ladi va shu bilan birgalikda misni aralashtirish natijasida o'sha yuqori haroratda bronza bo'ladi. Bugungi kunda sanoat rivojlangan. Hududlarimiz bu shaharlar hisoblanadi. Aynan shaharlarimizni nima uchun sanoat rivojlanishi uchun bugungi kunda imkoniyatlari haqida aytadigan bo'lsak, avvalo bu yerda harorat, ya'ni harorat hosil qilinyapti, o'sha yerda harorat bor. Ya'ni elektr energiya bor, gaz bor va o'sha yerdan harorat hosil bo'ladi. Bu davrda esa oddiy ibtidoiy usulda bo'lgan, ya'ni bu yerda mana atrofimizni ko'rib turibmiz, to'liq pista bodomdan iborat. Bularni mana shu yerda yoqish natijasida yarim mahsulotga borgan. Erigandan keyin buni olinib, ya'ni bu olingandan keyin yarim mahsulotga olingandan keyin yuqori qismda xumdoni bor. Ya'ni eski qadimiy xumdon bor. Bu xumdonda eritilgan. Bu eritilib, qayta ishlov berilib, bu mahsulot darajasiga olib borilib, olib ketilgan. Nima uchun aynan bu yerdan olingan degan savollar tug'ilyapti. Bu savollarga oddiy javob bo'lib, Buyuk Ipak yo'lining chorrahasi bu yer. Chunki 120 kilometr Samarqand, yonimizda esa Kattaqo'rg'on joylashgan, bu 35 kilometr. Demak, o'sha chorrahaga chiqish oson-ku. Va mana shu Buyuk Ipak yo'lidan bu qatnov orqali olib ketilgan. 2023-yil 6-may kuni bu yerga avstraliyalik madanshunos olim, ya'ni o'sha Sidney davlat universitetining professori Jen Rolson keldi. Keldidani ko'rib, atrofni ko'rsatdi, gapirmay keldi. Mana shuni ko'rgandan keyin, shlakni ko'rgandan keyin xuddi bir dunyo topib olgandek bo'lib xursand bo'lyapti-da. Keyin aytayapti, naqadar qadimiy o'sha kon. Bu
o'sha insoniyatning ibtidoiy sanoatga o'tadigan bugungi zamonaviy sanoatning poydevori deyapti. Mana ko'ryapsizmi, O'zbekiston tarixi naqadar boy bu. Bu hududlarni rivojlantirishimiz kerak. Bu hududlarda turizmni rivojlantirishimiz kerak. Chunki biz tabiiy mana shuni ko'rsata oladigan isbot dalilimiz bor. Bu hududlarda turizmni rivojlantirishimiz bu hududlarni iqtisodiy va ijtimoiy holatini yaxshilaydi. Chunki ish o'rinlari ochiladi. Bu hududda o'sha aholini ish bilan ta'minlash darajalari ham albatta oshadi. Shuning uchun o'ylaymanki, bu hududlarda turizmni rivojlantirish nihoyatda katta bir daromad ham olib keladi va O'zbekistonning taraqqiyot va ravnaqiga ham nihoyatda katta hissa qo'shadi. Nurobod tumanining betakror tabiatiga ega bo'lgan Changali qishlog'ining g'arbiy qismida xalq tilida Chil-tepa deb nomlangan qadimiy qal'a mavjud. Arxeolog olimlarning olib borgan tadqiqot va izlanishlari natijasida to'plangan manbalarga qaraganda, bu qal'a ikki qismdan iborat bo'lib, quyi qismi 5-6 asr Sug'diylar, ya'ni Turk xoqonligi davriga oid, yuqori qismi esa 10-11 asrda hukmdorlik qilgan Qoraxoniylar davriga mansubdir. Bu qal'a 1219-yilning bahorida Chingizxon boshliq Mo'g'ul bosqinchilari tomonidan vayron etilgan. Zirabuloq tog'lari etagida joylashgan bu qal'a o'sha davrning o'ziga xos muhim strategik mudofaa qo'rg'oni ham hisoblangan. Hududdagi qadim tepalik va yodgorliklarda arxeologlar tomonidan qazishma ishlari va ilmiy izlanishlar olib borish natijasida uzoq tarixdan so'zlovchi ko'plab noyob topilmalar qo'lga kiritilmoqda. Changali qishlog'i atrofidagi qishloqlar buyuk Ipak yo'li chorrahasida bo'lganligi uchun birinchidan tut ekilishi, pillachilikni rivojlantirish bo'lgan, ikkinchidan xalq iste'moliga katta manfaat ko'rilgan. Chunki xalq o'sha davrda xalqlar shu ham tutdan oziqlangan, ham uni pilla yetishtirgan. Buyuk Ipak yo'lining asosiy bir chorrahasida bo'lganligi uchun o'sha davrlarda endi tariximizni olayotgan bo'lsak, 275 yillik tarixi ekan tutlarimiz bor qishloqda. Aholining o'zi avvaldan ham tarixga ega bo'lgan, lekin o'tirar xalqning 400 yilga ega bo'lgan sababi shundaki, xalq avval ko'chmanchi holda yashagan. Keyinchalik mana shu bizlarning Hakim bobomiz deydi, 5-avlodimiz Hakim boboning kelish natijasida bu yerlarda xalq o'tirar holga kelgan. Asosiy xalq mana shu Nurobod tumanining mana bu Nurdim qishlog'i, undan keyin Ulus qishloqlari bilan aloqada bo'lgan. Aholini hozirgacha mana shu bordi keldi, xudoandachilik, qarindosh urug'chilik davom etib kelgan. Endi tarixni olayotgan bo'lsak, ko'hna tarixga ega bo'lgan endi qal'alar, mana bu Chil-tepani olayotgan bo'lsak, bu ham avval 7-asrda bir sıra bo'lgan. Undan keyin vayron etilib, undan keyingi davrda 12-asrga kelib yana qaytadan tiklangan. Hozir mana yuqorida aytdik, mana ko'p joylarda nima qilib Qorovul tepa deymiz, undan keyin Chil-tepa deymiz. Bularda asosiy qishloqni ham qo'riqlash, ham himoya qilish maqsadida tepalikda Qorovulda qo'yilgan. Hozirgi davrimizda tarixga juda katta e'tibor berilyapti. Ayniqsa prezidentimizning mana yoshlarga e'tibor berishi, mana shu yoshlar o'rtasida mana tarixni rivojlantirish, buyuk tarixchilarimiz o'tgan. Endi bittagina niyatimiz mana shu hozirga ochilmagan juda ko'p qirrali madaniy meroslarimiz borki, bularni ochish davri keldi. Mana shu davrlar endi boshlandi. Chunki tarixni ochish kerak, bu tarix kelajagimiz bo'lsa. Kimki masalan o'zining kelajagini bilmoqchi bo'lsa, avval bir tarixni murojaat qilishimiz kerak. O'zbekistonimiz yangi O'zbekistonda yangi davrlar boshlandi. Kelajakda biz mana shu turizmni rivojlantirishimiz kerak. Chunki turizm asosiy bizning ayniqsa mana Samarqand viloyati turizm markazi deb dunyo tan olindi. Demak biz nafaqat Samarqand shahrini, Samarqand shahri atrofidagi, tomonlardagi tarixiy obidalarni, madaniy meros obyektlarimizda dunyo miqyosida ko'rsatishimiz kerak. Changali qishlog'i yaqinidagi yana bir yodgorlik Oqqat g'oridir. G'or Changali qishlog'ining janubiy sharqida joylashgan. Ziyouzun Zirabuloq tog' tizmasining g'arbiy qismidan bosh oluvchi Shovvozsoyning
chap sohilda joylashgan Oqqat g'orini yonida turibmiz. Bu g'or Changallidan 6,5 kilometr janubi sharqda joylashgan. Xalq tilida mana shunaqa nom bilan ataladi bu g'or. Bu g'orda yana shu xususiyatlari borki, bu g'or haqida bir qancha o'sha tarixiy ma'lumotlarda keltiriladi. Lashkargoh g'ori ham deb aytiladi. Bunday deyishiga asosiy sabab biz bilamizki 1920-yil 2-sentyabr kuni bu Buxoro amirligi tarix sahnasidan o'chgan kun hisoblanadi va Buxoro amirligi qo'shini chekingan. Va o'sha chekinayotgan qo'shin mana shu yo'nalishda, ya'ni kelgan va mana shu hududda bir kun qolgan ekan. Va mana shu lashkarlar kelganligi uchun xalq tilida bu Lashkargoh g'ori deb ataladi. Bu g'or nimasi bilan mashhur deyilishi mumkin? Nimasi bilan? Bu g'or o'sha og'zi janubga qaragan va bu yerda insonlar qadimdan yashaganligining bu isbot dalil hisoblanadi. Chunki biz bilamizki, og'zi janubga qaragan g'orlarda barchasi insonlar yashagan. G'orning hosil bo'lish hosilasi shundan iboratki, bu o'sha 140 million 76 million yil oldin Bor davri degan davr yotqiziqlari bo'lgan. Mana shu Bor davrining yotqiziqlarida dolomitlarda shakllangan g'or. Ya'ni bu Surxondaryo vohasida va bizning hududimizda bunday g'orlar bo'lishi mumkin. Chunki bu yotqiziqlar faqat 2 mintaqada uchraydi. Mana shu sinsi bilan albatta bir insonni esda qolarli darajada bir jihatlari bor. Yana shu bilan birgalikda bu g'orning shiftlarida biz o'z ko'zimiz bilan ko'rishimiz mumkinki, o'sha mollyuskalarni, toshga aylangan dengiz jonivorlarini bemalol ko'rib kuzatishimiz mumkin. Va g'or ichki qismlarda bir qancha tarmoqlarga bo'linib ketadi. Buni mana shu ekspeditsiya jarayonida ham bemalol ko'rib, o'zimizni mana shu aytadiku, 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rib, mana shu o'zimiz chiroyligina xulosa berishimiz yaxshi deb o'ylayman. Bu yer haqida arxeologik ishlar olib borilmagan. Bu haqiqiy bir mo'jiza deyishimiz mumkin. Menga ham yaqinda mana shu g'or haqida o'tgan yili xabar qilishdi va kelib ko'rsam, chindan bir haqiqatan ham tabiat mo'jizasida. O'rtada bitta sustum turibdi, inson quchog'i sig'maydigan. Atrof esa katta bir ayvon va ichki qism tarmoqlanib ketgan g'or. Shunisi bilan haqiqatan ham bir ta'sirli va shunisi bilan bir jozibali g'or hisoblanadi. Geoxronologik tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, bu g'or noyob tabiat kompleksi bo'lib, bu yerlar o'sha davrda dengiz bo'lganligini ko'rsatadi. Asrlar osha dengiz suvi qurib, bu yerga uning cho'kirli jinslari, suv osti jonivorlari qoldiqlari to'plangan. G'or yonidan bir joyga to'planib toshga aylangan suyaklarni, devorlarda esa dengiz jonivorlarining suyaklari va chig'anoqlarning qoldiqlarini ko'rish mumkin. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, yurtimizning qutlug' qadamjolari ko'plab noyob tarixiy yodgorliklari va topilmalarni asrab-avaylash bugunning dolzarb vazifasi. Shunday ekan, ularni qayta tiklash, tarixini o'rganib, hozirgi va kelgusi avlodga yetkazish faqatgina arxeologlarning emas, balki barchamizning burchimizdir.